Mana bugun biz Toshkent tumani Kirib Olmazor mahallasiga keldik. Mana shu ko'rib turgan xonadoningizda savdoga qo'ydik. Bu xonadonimiz 2 olti sutu 7 xonadan tashkil topgan, ikkita sanoviy yo'ldan. Bu yerda zеленый zonamiz bor. Kirushka bu yoqlarga tapchalar qo'ysangiz bo'ladi, bemalol 3 ta mashina bemalol kiradi. Tagida podvolimiz bor. Bu yoqda oshxona, ham bu yoqdan kirsa bo'ladi, ham ichidan kirsa bo'ladi. Koridorlar ham keng tashalgan, joy bunaqa tor emas. Plitalar bilan qilingan. Bu bizning zalimiz. Panoramli oynalar qo'yilgan, zal ham katta, bir 10 metrlik zal. Bu yoqda oshxona ham kattaligi, bu yoqdan ham pod, bu yoqdan ham pod qilingan. Bu yerda bitta sanoviy joyimiz. Bu yoqda bitta spalni. Bu yoqda orqada yorug' uchun joy tashalgan. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Mana ikkinchi etajga ham chiqib oldik. O'ng qo'lda bitta spalnigimiz. Bu yerda bitta garderobni ekan. Bu yoqda yana bitta spalni. Ochiq joy. Burada yana bitta yotoqxona. Bu yerda bitta sanoviy joy. Bu yerda yana bitta spalni. Bu yerga 3 ta xonadonimiz tushgan. Men birinchi xonadonimizni 124 ming davomimiz, o'rtani 112 ming davomimiz, oxirgi xonadonimizni 126 ming davomimiz. Katta yo'l 5 metr tashalgan. Bu yoqdan kirib kelish xodi. Uy shu ishda qurilgan. Tanishlikka yuborib qo'yinglar. Like bosib, podpiskaga qo'yinglar.